Assalomu alaykum. Og'alar, yaxshimisizlar? Mana biz Sirdaryo viloyati Guliston shaharda stadionda gazonini yangilashga keldik. Bu polyani 3 yil oldin qurib bergandik. Temir gazoni, rabochiy gazon bosiladi, o'zini gazoni bor edi. Chunki bu ochiq stadion bo'lgan birinchi. Gazonini yangilayapmiz, xudo xolasa. Hozir buzishni boshlaymiz taglarini. Xudo xolasa yangiliklarni ko'rsatib boramiz. Layklarni ayamasdan bosinglar. Assalomu alaykum. Og'alar, yaxshimisizlar? Mana biz Sirdaryo viloyati Guliston shaharda stadionda gazonini yangilashga keldik. Bu polyani 3 yil oldin qurib bergandik. Temir gazoni, rabochiy gazon bosiladi, o'zini gazoni bor edi. Chunki bu ochiq stadion bo'lgan birinchi. Gazonini yangilayapmiz, xudo xolasa. Hozir buzishni boshlaymiz taglarini. Xudo xolasa yangiliklarni ko'rsatib boramiz. Layklarni ayamasdan bosinglar.